Assalomu alaykum do'stlar, hammaga YouTube Akademiyasidan sizlar bilan birga Elnur Alimov, YouTube ekspert. Hammani kirib kelayotgan yangi yil ayyomlari bilan tabriklab qolaman va bugungi darsliklarda sizlarga men oddiy qilib, sodda tilda YouTube'da qanday qilib biz kino yaratsak bo'ladi. Shu narsani o'rgataman. Keling, birinchi aniqlik kiritamiz. Kino yaratish uchun bizga nima kerak va nimaga aynan kino deb men hozir to'xtaldim, shunga ham aniqlik kiritamiz. Ko'pinglar bilasizlar, ancha vaqtdan beri O'zbekistonda YouTube kasbini olib boryapman, ya'ni YouTube akademiyasida. Ko'p odamlar o'ylaydi, qanaqasiga daromad topar ekan, nima yo'nalishlar bilan daromad topar ekan. YouTube'da do'stlar bir nechta yo'nalishlar bor daromad topadigan. Oddiy qilib oladigan bo'lsa, yosh bolalarning yo'nalishi bor, ya'ni yosh bolalar ko'radigan kontentlar, long kontentlar, short kontentlar. Kelinglar aniqlik kiritamiz, long kontent nima va short kontent nima. Long kontent degani bu hammanglar biladigan kino ko'rinishidagi format, ya'ni uzuncha, yapaloq format. Short kontenti bu uzunasiga kontent, ya'ni telefonni misolida hozir ko'rsataman. Telefonni biz mana bunaqasiga oladigan bo'lsak, bu long. Mana bunaqasiga oladigan bo'lsak, bu short, ya'ni vertikal format. Ko'pinglar bilasizlar, TikTokda video ko'rayotganingizda u short format bo'ladi yoki Reels ko'rayotganda Instagramda u short format. Biz kino ko'radigan bo'lsak, YouTube'dan u long format. O'ylaymanki, har doimgi eslab qoldinglar. Eslarda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi short bilan longni farqlash uchun. Xo'sh, endi dalshi yuramiz do'stlar. Aytganimdek, yosh bolalarning yo'nalishlari bor va kattalarning yo'nalishlari bor. Kattalarning yo'nalishlariga biz True crime degan yo'nalishlar bor, American news yo'nalishlari bor va kino yo'nalishlari bor. Nimaga aynan kinoga kelib to'xtalyapman? Chunki ko'pincha daromadlarning hammasini YouTube'da men kino yo'nalishlari bilan topaman. Kino yo'nalishi topish uchun avvalambor sizga nima kerak bo'ladi? Ketma-ketlik bilan tushuntirib beraman. Birinchisi sizga va asosiysi kerak bo'ladigani bu litsenziya. Ya'ni kinoni YouTube'ga qo'yish uchun ruxsatnoma. Kino kompaniya orqali. Bizda bilsanglar O'zbek kino kompaniyasi bor, ya'ni O'zbek film. O'zbek film chiqarayotgan kinolarni siz olib turib o'zingizdan o'zingiz YouTube'ga joylashtirib qo'ya olmaysiz. Chunki sizga ruxsat berish kerak birinchi qog'oz ko'rinishida, ya'ni ma'lum bir kino deymiz. Zumrat va qimmat kinosini YouTube'ga qo'ymoqchisiz, avvalambor siz правообладатель degan понятие bor, ya'ni kinoni avtori, kinoni yaratuvchisi. U o'zbek film bo'lishi shart emas. Bunaqangi частный, ya'ni xususiy kompaniyalar bor, o'zini nomi bilan nimadir kino deb ochib qo'yadi yoki Ahad Qayum. Bilasizlar, Ahad Qayum har xil kinolar oladi, tam zo'rlangan kelin, ya'ni nimadir, hammasini nomi bir xil bo'ladi. U ham o'ziga yarasha bir studiya, kino kompaniya deb ayta olamiz. Ahad Qayumni biz zo'rlangan kelinini YouTube'ga qo'yishimiz uchun biz Ahad Qayumdan birinchi ruxsat so'rashimiz kerak. Ya'ni Ahad aka, mana shu kinoyingizni biz YouTube'ga qo'ymoqchimiz, bizga ruxsat berasizmi deymizda. Chunki mendan oldin Ahad Qayum ham u kinoni o'sha YouTube'ga joylashtirib qo'ygan bo'ladi. Men takroran xuddi shu videoni YouTube'ga joylashtirmoqchi bo'lsam, menga Ahad Qayum strike jo'natadi. Ya'ni жалоба degani. Sen meni videoyimni o'g'irlab qo'yding deb turib жалоба jo'natsa, meni YouTube kanalim yopilib ketib qoladi. Mana shuning uchun YouTube kanali yopilib ketib qolmasligi uchun bizga litsenziya kerak. O'ylaymanki, hammaga tushunarli bo'ldi. Xo'p, litsenziyani biz qanaqasiga olamiz? Ya'ni kinolarda O'zbek kinodan ham siz borib turib litsenziya sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni har bir kinoni o'zini chiqarilgan narxligi bo'ladi. Ya'ni bilasizlar, har bir kinoni tushirish uchun ancha-muncha pul ketadi. Lekin O'zbekistonda kam pul ketadi. Shundan bizning o'zbek kinoyimiz hozirgi kungacha rivojlanmaydi, chunki $500 bilan 10 ta serial kinolarni olib tashlaydi. Hammanglar bilasizlar, tam bitta kamerani Canon Mark IV ushlab oladi-da, tam zo'rlangan kelin kinolarini, seriallarni olib tashlayveradi. Bam qiladi. Maqsad tam количество, ya'ni sonni ko'paytirib tashlash. Aslida toza, cho'tka olinadigan va sifatli kinoni hammasiga $100 million, $300 million, $400 million ketadi. Chunki u yerda bitta Mark IV kameramiz, u yerda katta Arri Alexa degan kameralar bilan oladi. Spetsialniy bitta kino uchun bilinglar, Marvel'da o'zi kamera ishlab chiqartiriladi. Ya'ni bitta qanaqadir sahnani olish uchun spetsialniy kameralar chiqariladi. Ya'ni hech qayerda sotilmaydigan kamera bo'ladi. Kino olish bu oddiy narsa emas va shuning uchun har bir kinoni o'zini qiymati bo'ladi. Aytaylik, men qanaqa kinolar qo'yaman? Asosiy kinolarim qo'yadigan bu Amerikan kinolari, ya'ni eski western kinolar bor, 2000-yilgacha bo'lgan kinolar bor, 2000-yildan keyingi bo'lgan kinolar bor. Biz kino kompaniyalarga boramiz va ruxsatnomasini so'raymiz. Ya'ni bizga ma'lum bir kinolaringiz kerak yoki qaysi kinolarga siz litsenziya bizga bera olasiz deb. Ma'lum kinolarni bizga aytadi, mana bizda 1000 ta kino bor. Mana bu kinoni narxi $100, bu kinoni narxi $500, mana bu kinoni narxi $5000 deb
Shu paytda siz o'zingizga ma'qul kelgan, o'zingizning qo'lingizdagi byudjetingizga to'g'ri kelgan kinolarni sotib olasiz. U yerda minimalniy tiraj bor. Ya'ni siz borib turib bitta dona kino sotib ola olmaysiz uni qo'yish uchun. Ularning o'zini plankasi bo'ladi. Ya'ni kamida 50 ta kino sotib olasan yoki kamida 100 ta kino sotib olasan deb. Shunaqasiga biz mingtalab kinolar olamiz-u, uni olganimizdan keyin biz YouTube kanalga prosta tak qo'yib qo'ya olmaymiz. Oson narsa emas. O'ylamanglar unaqa deb. Hozir borib turib hammada xayol kelyapti. Boraman tam Amerikadagi do'stimga telefon qilaman, tam bor kino sotib ol, kompaniyaga borib u kinolarni olganingizdan keyin vopros, savolda, qanaqasiga uddalishi? Nima qilasiz? Olib turib YouTube'ga qo'yasizmi? Yurmaydi. Chunki sizga belly spiskga qo'shmagan bo'ladi. Ya'ni oq spisik degan понятие bor. Inglizchasiga keladigan bo'lsak, white paper. Sizni belly spiskga qo'shish uchun avvalambor YouTube bilan tanish bilish orttirishingiz kerak. YouTubedan murojaat qilishingiz kerak, litsenziyalarni olib YouTube'ga topshirishingiz kerak. Sizga alohida shu kino kompaniya uchun kanal ochib berish uchun. Unaqangi alohida kompaniyalar bor, MCN deb ataladi. Ya'ni xususiy kompaniya hamkorlik bilan YouTube bilan ishlaydigan MCN. Biz MCN oldiga litsenziyalarimizni olib kelamiz-u va MCN ga murojaat qilamiz. MCN mana bizda 1000 ta kino bor. Shu 1000 ta kinoga bizga moslashtirib kanal ochib berdingizda, u oddiy kanal bo'lmaydi do'stlar. O'ylamanglar. Bu yerda tez pul ishlash degan narsa yo'q. U yosh bolalarning ham xayollari, ya'ni tez pul ishlab tashlayman degan. Shundan kinoda ham daromad topmoqchi bo'lsanglar, o'zimiz yordam beramiz. Ya'ni bizda bor shu kinolar, bizda bor shu litsenziyalar, pastda raqamlar qoldiraman, menda ham raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, bizlar bilan hamkorlikda ishlasanglar bo'ladi. Именно kino bo'yicha. Va dal shu tarif berib o'tib ketaman. Qaranglar, MCN ga kelganingizdan keyin MCN har bir kinoni ko'rib chiqadi va xuddi shu kompaniyaga murojaat qilishadi. Haqiqatdan ham mana shu Elnur Alimov sizlardan kino sotib oldimi deb подтверждение, ya'ni so'raganingizdan keyin ular tasdiqlash va tasdiqlab beradi. Ha, Elnur Alimov shunaqangi bizdan kino sotib oldi. Mana shuncha dona kino, har bir kinoni nomlarini aytib chiqqandan keyin ular nima qiladi? Har bir kinoni white paper, ya'ni belly spiskga qo'shib chiqadi, oq spiskga qo'shib chiqqandan keyin shunga moslashtirib YouTube kanal beradi. Va u YouTube kanalni biz olamiz-u, shu yerga biza tayyor bo'lgan kontent, ya'ni kinolarni qo'yib chiqamiz. Da, kinoda juda ko'p daromad topsa bo'ladi. Bizda xuddi shunaqangi daromadlar bo'lgan, aytaylik tam $1 million bir yilda. O'ylamanglar, voy Elnur puli ekan bu debdi. Oson emas. Bu yerda bir nechta odamlar ishlagan va har bir odamning o'zini solgan puli bor. Masalan, bitta litsenziya narxi $600 turadi. Bitta kinoni narxi. Endi o'ylaylar, sizlarga 1000 ta kino kerak edi. 1000 ta kino sizlarga 3 ta kanalga yetadi. Chunki har bir kanalga har kuni kino qo'yadigan bo'lsangiz, bir yil davomida kamida 365 ta kino kerak. 365 ta sizda kinoingiz bo'lishi kerak, har kuni qo'yib o'tiradigan. Bo'lmadi deganda hatto 150 ta kino bo'lishi kerak. Tam kun davomida qo'yish uchun. Kun davomida emas, через день qo'yishingiz kerak. Kun aro qo'yish uchun sizga ham kamida 150 ta kino kerak bo'ladi. Biz nima qilamiz? Biz даже kuniga 2 marta ham, 3 marta ham kino qo'yamiz. Bizda Xudoga shukr mingtalab kinomiz bor. 1000 ta endi kinoni hozirgi kunning narxi bilan hisoblaydigan bo'lsak, kamida $600,000 ketadi 1000 ta kinoni olish uchun. Chunki eng kam narx $600. Undan ham arzon kinolar bor. Undan arzon kinolar faqat DVD format deyiladi. Disk bilan sotiladi. U diskdagini siz YouTube'ga qo'yishga ruxsat bermaydi. Saytlarga qo'ysangiz bo'ladi. Piratskiy saytlar bor, bilasizlar. Reska degan, Kinogo degan, tam Zflix degan saytlar bor. Shu saytlarga shunaqangi piratskiy yoki diskda bo'lgan DVD versiya kinolarni qo'ysanglar bo'ladi. Chunki kinokompaniya ham siz litsenziya sotib olgan paytda so'raydi. Bu litsenziyani nima qilasan? Tam mahallangda kinoteatr ochib ko'rsatasanmi yoki katta kinoteatrlarga qo'yasanmi, shahardagi kinoteatrga yoki saytlarga qo'yasanmi, o'zingni shaxsiy saytingga qo'yasanmi deydi, yoki YouTube'ga qo'yasanmi deydi. Shu har xil variantlarga moslashtirib sizga narxini aytadi. Masalan, men YouTube'ga qo'yaman desam, mana eng kamida bitta kino narxi $600 deydi. Shunaqasiga kinolarni Xudoga shukr yig'ib olganmiz. Qanchaligini aytmayman, yetadi, hammaga yetadigan kino bor va sizlar biz bilan birgalikda hamkorlik qilsanglar bo'ladi. Bu gaplarni men nimaga aytdim? Kino bilan ishlash uchun ko'p odamda ham pul yo'q-da, to'g'risini tan olish kerak. Borib turib tam sotib olganingiz bilan uni qanday qo'yishni bilmasangiz, zachemda u kerak emas-da u narsaga kirib. Shundan eng oson yo'lini bugun sizlarga o'rgatmoqchiman. Ya'ni xuddi shunaqangi o'zingizni shaxsiy kinoingizni siz qanday qilib yaratsangiz bo'ladi. Bitta kompyuter bilan, unga sizga qimmat kompyuter bo'lishi shart emas. $1000, $5000, $10000, $300 kompyuter yetadi. $300 kompyuter, bitta mishka va bitta internet. Shu bitta mishka, bitta internet o'z bilan siz 1 soatlik, 1,5 soatlik o'zingiz xohlagan kinoni yaratib, o'zingiz xohlagan qahramonlarni uni ichiga kirgizib, kino qilib yurgizsangiz bo'ladi. Qani bo'lmasam do'stlar, ketdik, hozir kino yasashga kirishamiz va
ketma-ketligini sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Buning uchun bizga nima kerak? Birinchisi va eng asosiysi kompyuter, ikkinchisi bizga kerak bo'ladigan internet, uchinchisi bizga kerak bo'ladigan ChatGPT sun'iy intellekti. Hammaga maslahat beraman, ChatGPT ga kirib registratsiya qilib mukammal darajada o'rganishinglar uchun. Agar ChatGPT ni va sun'iy intellektni mukammal darajada o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizada YouTube akademiyasida Express darslar bor. Именно shu sun'iy intellekt va YouTube ga mo'ljallangan 10 kunda sizlarga professional darajada sun'iy intellektda kino yaratishi ham, klip yaratishi ham va shaxsiy o'zingizlarning muzikalarni yaratishi ham, avatarlar bor, har xil videolar bor. Tepada ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqangi videolarni yaratishni bizani ustozlar o'rgatadi va o'quvchilarimiz hozirgi kunda bemalol xohlagan kinoni aytamanmi, mana bu kinoni menga yasab bering desam, o'tiradida, u tez yasab tashlaydi. Bir kun davomida yasab tashlasa bo'ladi-da. Agar ishingizni bilsangiz professional darajada. Endi kelinglar, men ketma-ketlik bilan yana davomiyligini tushuntirib ketaveraman. ChatGPT ni biz qachat qilib olganimizdan keyin ChatGPT ni ichiga kiramiz va u yerda biz ssenariy yozamiz. Ya'ni ChatGPT deymiz. Menga hali chiqmagan kinoni ssenariysini yozib ber deymiz. Va qisqacha ta'rif berishimiz kerak. Yoki undan so'raymiz, nima maslahat bera olasan? Hozirgi kunda 2026-yilni kinosini chiqarib ber. Ya'ni hamma odamga to'g'ri keladigan, ko'p prosmotr bo'ladigan, YouTube algoritmlariga to'g'ri keladigan ssenariylar yozib berasan va u ssenariyda ketma-ketlik bo'lishi kerak. Ya'ni har bir qahramonni o'zini ovozi bo'lishi kerak. Bu ovozni biz qayerdadir generatsiya qilamiz boshqa sun'iy intellektda. Bitta ChatGPT bu yerda yetarli emas. Bizga kerak bo'ladigan sun'iy intellektlar sanab chiqaman, qaranglar. ChatGPT, Eleven Labs, Flow, Nana Banana, Midjourney bir nechta sun'iy intellektni qo'shib turib biz bitta kino yaratamiz. Oson ish emas, to'g'ri, lekin ketma-ketligini bilsangiz, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan dodalar ham bemalol bizda akademiyaga kelib ishlashyapti-da, chunki oddiy elementar narsalar. Bosasiz, yozganingizga qarab turib sizga chiqarib beraveradi. Ana bo'lmasam do'stlar, ketdik. Hozir men sizlarga ChatGPT bilan avvalambor to'g'ri ssenariy yozishni o'rgataman va undan keyin to'g'ri rasm generatsiya qilib turib, uni video ko'rinishga olib kelib, kinoni lavhalarini chiqaramiz. Ketdik. Qani kelinglar do'stlar, endi GPT ga kirib olganimizdan keyin GPT degani bizda bu bilasizlar hammanglar, uni o'rgatish ham shart emas bo'lsa kerak. Uyatda hozirgi kunda bor ChatGPT nimaligini bilmaysanglar, ChatGPT haqida batafsil ma'lumot olish uchun mana shu tepada darslik qoldiraman. Ashga o'tib ham bemalol GPT haqida darslikni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni ChatGPT nima, ChatGPT ni qanaqa qilib hozirgi kunda biz o'z hayotimizda ishlatsak bo'ladi. Oddiy hayotda ham ko'p odam ishlatadi. Ya'ni ChatGPT dan savollar berishadi. Uni qanaqa qilish kerak, buni qanaqa qilish kerak. Hammanglar ishlatadigan Google bor. Google ga kirib ma'lumot qidirasizlar-ku. ChatGPT ham xuddi shuni analogi. Undan ham aqlliroq, sizga xohlagan narsani siz uchun chiqarib beradi va maxsus siz uchun. Hammaga bir xil javob bermaydi, hammaga har xil javob beradi. Sizga bergan ideyani menga boshqacharoq beradi. Masalan, menga mana bu mishkani tasvirlab ber desam, menga mana bunaqa ko'rinishda tasvirlab beradi, sizga uni boshqacharoq ko'rinishda tasvirlab beradi. Shunaqangi sun'iy intellekt. Va bu sun'iy intellekt yordamida hozir biz kinoga ssenariy yaratamiz. Bo'lmasam ketdik. Tak, demak, bunga hozir men yozaman. Men do'stlar, ahamiyat bermaysizlar, rus tilida yozaman, chunki men o'zim rusiy zamon odamman. Sizlarga o'zbek tilida tarjima qilib ko'rsatib beraman. Demak, men bunga yozaman hozir. Menga 2026 uchun hali chiqmagan kinoni ssenariysini yozib ber deb. Напиши deyman. Мне сценарий для фильма, которого еще нет. Он должен быть в тренде, максимально интересный и janrlarni ham aytib o'tib ketasizlar. Janr degani bizda, ya'ni kinoyimiz sevgi haqida bo'lishi kerakmi, urush haqida bo'lishi kerakmi, shu haqida ham batafsil ma'lumot bunga berishingiz kerak. Chunki sizning ma'lumotingizga qarab turib, bu sizga oxirida javob chiqarib beradi. Shuning uchun erinmasdan har birini sinchiklab yozamiz. Так, в тренде максимально интересный на 2026 год. На 2026 год. Так. Sevgi haqida yozamizmi, Ahad Qayum bo'lamizmi? Yoki uzr Ahad aka, agar ko'rayotgan bo'lsangiz. Sevgi haqida yoki voyenniy filmlar, ya'ni urush haqida yozamizmi? Nima deb o'ylaysiz, Sardor aka? Sizning fikringiz? Drama. Ya'ni sevgi haqida yozamiz. Drama. Hozir qisqacha prompt berdik, tekshirib ko'ramiz bitta. Nima bu bizga hozir variantlar berar ekan. Название фильма dotda последний онлайн.
Normalmi? Rasmlari bilan chiqarib beryapti-da, mana bunaqa narsalar ishlatgan debdi. Shunaqa darajada aqlli 5.2 versiyasi chiqibdi. Bugun o'zim birinchi marta ishlatib ko'ryapman, ishoninglar. Так, название фильма «Последний онлайн», жанр драма, психологический ekan. U psixologik kino ekan. God aktualnosti 2026 ga moslashtirib chiqarilgan, onlayn sohalarga to'g'ri keladigan, sun'iy intellektga to'g'ri keladigan, hamma odamga to'g'ri keladigan sun'iy intellektlarni o'z tarkibiga olgan sevgi haqida onlayn kino. Hozir ko'ramiz, yaxshi reklama chiqadi menda. Agar reklama kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar quyidagi raqamlar bo'yicha. Любой narsani reklamasini qilib beraman. Logline: в мире люди исчезают из реальности, но продолжают жить онлайн. Один мужчина начинает получать сообщения от человека, который официально умер, и чем ближе к правде, тем яснее становится трагедия. Yaxshi kino do'stlar, hozir men sizlarga переводini qilib beraman. Ya'ni kino nima haqida deyapti? Onlayn hayot haqida. Ya'ni hayotda odamlar chet-chetidan o'lib ketishyapti va ko'p odamlar ko'chaga chiqishga ham qo'rqishadi va hamma odamning hayoti onlayn bo'lib qoladi. Hozirgi zamon pashti shunga moslashib kelyapti-da. Hamma odam telefonda bo'lgan. Faqat kimnidir qidiradigan bo'lsangiz telefonga qidirasiz. Oldin bizda unaqa narsa bo'lmagan. Eshmat deb uyga chaqirardik-da. Yoki uyini borib taqillatardik. Ko'chaga chiqasanmi, o'ynaysanmi debda. Hozir Eshmat, chiqasanmi ko'chaga yoki Instagramdan yozaverasan. Eshmat, qattasan, zamon onlayn bo'lib ketyapti va shu narsaga biz borib ketyapmizki, hamma hayotimiz yaqinda onlaynga o'tib ketib qoladi. Hamma ves realnostimiz onlaynga o'tib ketib qolyapti-da. Shu haqida bu prям trendda bo'ladigan kino bo'lar ekan do'stlar. Mana bunaqa kino bo'lganda men o'zim ko'rgan bo'lardim. Balkim shu kinoni men o'zim avtori bo'lib qolarman. Yaqinda qayerdadir chiqib qolsa bilinglarki, bu YouTube akademiyasining kinosi. Так, tема: почему этот будет тренде? Nimaga bu kino trendda bo'ladi deb tasvir beryapti. Цифровые выгорания, одиночество в эпоху соцсетей, побег от личности, страх быть настоящим, выбор жить или казаться живым. O'zbekchaga лучше перевод, tarjima qilib bera qolay. Переведи deyman. Переведи на узбекский. Hozir o'zbek tilida men sizlarga o'qib beraman. O'zinglar lo'nda tushunib olasizlar. Albatta deb turib menga mana перевод qilib beryapti. Film nomi deyapti. Oxirgi onlayn. Так, жанр drama, psixologik triller, dolzarb yil 2026-yilga to'g'ri keladigan, uslub qorong'u, realistik, kuchli, hissiy, emotsional kino ekan. Odamlar real hayotdan yo'qolib, ammo onlaynda yashashda davom etayotgan dunyoda bir yigit rasman vafot etgan insondan xabarlar ola boshlaydi. Tak, haqiqatda yaqinlashgan sari esa ma'lum bo'ladiki, yo'qolish fojia emas, tanlov bo'lgan. Tak, asosiy mavzu deyapti, nimaga 2026-yilda bu kino trendda bo'ladi? Chunki raqamli charchoq, ijtimoiy tarmoqlar davrida yolg'izlik, undan keyin shaxsiyatdan qochish, haqiqiy bo'lish, qo'rqish. Okay, haqiqiy bo'lish degan to'g'ri gapmi o'zi? Быть настоящим. O'zbek tilida bor shu gapi. Demak, do'stlar, o'zbek tilida bor ekan u gap. Haqiqiy bo'lish degan. Da, men ham eshitmaganman, to'g'risi. Do'stlar, bizning darslikda shunaqangi qiziq o'tadiki, tam atmosferada kim gapirib yuribdi, bemalol fikr almashib ketaveramiz. Yangi formatga o'tyapmiz. Lifestyle formatida darslik berish sizlarga mazza qiladi. Oldinglarda men sizlarni o'tirganda o'zinglarni his qilinglar. Tak. Va uchinchisi deyapti, tanlov, yashash yoki faqat tirik ko'rinish. Lekin tushunmadim nimaligini, ahamiyat bermaymiz. Asosiy qahramonlar: Ilya 29 yosh, Alina 27 yosh, Max 32 yosh. Tak, Ilya haqida sobiq video montajyor ekan. Aka sizmisiz deyman. Aka haqida ekan. Ilyaning rolini o'ynab berasiz, brat. Mana shunaqasiga do'stlar, kino olish asli oson. Pulsiz ham olsa bo'ladi ana. Ahad akani sxemasidan, ya'ni tanish bilishlarni chaqirib olasizda buni. Akamiz bizda video montajyor, hozir bizani videoga olib o'tiribdi-da. Ilyaning rolini o'ynab beraveradi. Chunki Ilya sobiq montajyor, introvert. Kichik xonadonda yashaydi, ekranga qaram odamlardan qochadi. Okay, odamlardan qochasizmi siz? Qo'rqasizmi odamlardan? Alina haqida gapirib beramiz hozir. Alina 27 yoshli, uning sobiq sevgisi rasman 1 yil oldin halok bo'lgan, cho'kib ketgan, jasad topilmagan, demak hayotdan xafa bo'lgan qiz haqidagi obraz ekan. Tak, Max haqida 32 yoshli, Ilyaning do'sti, muvaffaqiyatli bloger. Menmi deyman, oka? Biz haqida bizda kino yo'q, chiqaramizmi deyman. Ilyaning do'sti, muvaffaqiyatli bloger, kamera oldida ideal hayot kechiradi. Mana borani bunaqasigacha, oka.
ssenariy tuzilmasi akt 1. Sen onlayn eding. Tungi shahar ila eski chatlarni varaqlaydi va tushunadi. Alina 2 daqiqa oldin onlayn bo'lgan. Ishqilib do'stlar, oxirigacha o'qilib o'tirmayman. Bu yerda men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, hozirgi kunda kinoni ssenariysini yozish uchun odam ssenarist bo'lib turib, madaniyat institutiga borib 4 yil o'qish kerak emas. Men bitta haqiqatni sizlarga aytib ketaman. Men madaniyat institutiga kira olmaganman. Talantim bo'lib turib kira olmaganman. Kamerani oldida bemalol cholayman, xohlagan rolingizni o'ynab bera olaman. Vokal bormi, akapella bormi, hammasini qilib berganman. Lekin ayrim sabablarga ko'ra bilmadim buni haqiqat deb tan olamanmi, haqiqat deb tan olmaymanmi? Korrupsiya deb bila olaman. Chunki 2019-yili madaniyat institutiga topshirayotgan paytimda bor yo'q 10 ta odamga joy bor ekan. 9 tasi kontrakt, bittasi grant. Endi nima deb o'ylaysizlar? Topshirayotganlar odamlar soni 100 tadan ko'p. U shans yo'q-da. Chunki ana 10 ta joy o'sha sotib olib bo'lingan ekan 1 yil oldin. Biz unda nimaga bordik o'tga? Bilmayman-da, xafa bo'lib ketasiz-da. Lekin o'qinmayman, chunki agar kinoga shu paytda kirib ketganimda edi, men hozir sizlarga dars berib o'tirmagan bo'lardim. Chunki hayotda nimadir o'xshamay qoldimi, boshqa narsaga o'tib ketaverishingiz kerak. Bitta narsaga qarab turavermaysiz. O'xshamasa, deb boru. Nimadir sababchi bo'lib-da, men hozir sizlarga dars berib turib, youtuber bo'lib, akademiyani asos soldik. Shundan har bir bo'lmagan narsaga nima deb aytamiz? Ana gap bor, okey. Все не случается к лучшему deganda. O'xshamadimi? Xudo boshqa yo'l beradi-da. Shundan yashab ketaverish kerak, do'stlar. Bo'lmagan ishga salovat. Ana gapni o'ylab aniq qilib esladim, aka. Shundan do'stlar, hozir buni endi sahnalarini biz video ko'rinishga olib kelamiz va men bunga yozaman. Menga hozir deyman, flow generatsiyasi uchun VO3 degan bizada yangi sun'iy intellekt chiqqan. O'ylaymanki, hammanglar ko'rgansizlar. Har xil videolar chiqib ketdi-yu, begemotlarning ustida kampirlar ketayotgan, har xil xayolga kelmaydigan narsalarni video ko'rinishga olib kelib tashyapti-da. Xuddi shu sun'iy intellektni hozir sizlarga o'rgataman. Flow, ya'ni Google taraflama yaratilgan sun'iy intellekt VO3 da albatta do'stlar, pullik. Bepul narsani o'zi hozirgi kunda kamdan kam bepul, faqat nima bor? Ota-onangiz bergan ovqat sizga bepul. Boshqa hech narsa yo'q. Chunki shaxsiy hayotda ham yashaydigan bo'lsangiz, hamma narsa pulga kelib taqalib qolgan. Shaxsiy hayotingizda ham o'zingiz boqishingiz uchun, qorningiz to'yishi uchun va uxlashingiz uchun sizga kvartiraga pul to'lash kerak. Sizga ovqatga pul to'lash kerak. Ofisni arendaga olmoqchi bo'lsangiz, unga ham pul to'lash kerak. Pul ishlamoqchimisiz, unga ham pul to'lash kerak. Pulsiz siz faqat ota-onangizga keraksiz. Shu narsani esdan chiqarmang va ota-onalaringizni hurmat qilinglar. Ota-onam, men sizlarni yaxshi ko'raman. Demak do'stlar, Flow haqida hozir batafsil sizlarga ma'lumot beraman. Ya'ni u saytga biz qanaqasiga kiramiz va narxlari qancha. Demak, Flow sayti Google taraflama yaratilgan. Mana Google Labs degan bizada shunaqangi bir agregator platforma bor. Ichiga kirib olamiz. Buni ichida bir nechta sun'iy intellektlar yig'ilmasi, ya'ni rasm generatsiya qilish uchun, audio generatsiya qilish uchun va video generatsiya qilish uchun. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman nimaligini. Bilaman, bir xil paytda tushunarsiz terminlar bilan gapiradigan odatim bor. Rasm generatsiyasi deganda bizada yozma ko'rinishda o'zingiz xohlagan rasmingizni chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni masalan aytaylik, yalmog'iz kampir velosipedda havoda uchib ketyapti deymizda. Shu narsani siz tasvirlabmi o'zingiz chiza olmaysiz, chunki rassom emassiz-da, lekin siz shu narsani xohlayapsiz, internetdan topa olmadingiz. Sun'iy intellektga kirib turib shuni yozma ravishda yozib bersangiz, xohlagan narsangizni u sizga rasm ko'rinishida chiqarib beradi. Mana shu narsa do'stlar rasm generatsiya deb aytiladi. Image generation. Bizada audio generatsiya bor. Ya'ni rasmimizni chiqarganimizdan keyin uni tagida audiosi bo'lishi kerak. Va u rasmni biz video generatsiyaga tashlaymiz. Video generatsiyaga tashlaymiz anu rasmimizni harakatga keltiramiz. Ya'ni yana ham yozamiz. Mana shu rasm shunaqangi harakatga kelish kerakki, masalan shu yalmog'iz kampir velosipedda havoda uchib ketyapti-yu deb yozib olamizda. Uchib ketayotgan joyi bo'ladi va uni tagiga biz audio generatsiya qilishimiz kerak. Audio generatsiyani Alina Labs degan bizada sun'iy intellekt bor yoki Google AI Studio. Xuddi shu Google Labs ichida bor. Tekin uni ishlatsangiz bo'ladi bepulga. Va Nano Banano degan bizada rasm generatsiya qiladigan sayt bor, u ham absolutni tekin. Bu yerda eng asosiysi promptni to'g'ri yozishni bilish. Prompt degani nimaligini yana bir kichkina ta'rif berib o'tib ketaman. Prompt degani bu sun'iy intellekt tilida sun'iy intellekt tushunadigan til. Ya'ni rus tili degan понятие bor, o'zbek tili degan понятие bor-da. Rus tili odamga siz rus tili muloqot qilmasangiz, u sizni tushuna olmaydi.
O'zbek tili odamga siz ruschasiga muloqot qilsangiz u tushuna olmaydi. Sun'iy intellektda o'zini tili bor. U til prompt deb aytiladi. Ya'ni sun'iy intellektga o'zingizni ichingizdagi ma'lumotingizni yetkazib bera olishlik va u ma'lumotni tagida ma'lumot bo'lishi kerak va ma'lumotni tagida ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu kompyuter mishkasi xuddi shu ko'rinishda chiqish uchun siz buni tasvirlab bera olishni bilishingiz kerak. Ya'ni mishka qora rangda buriydigan joyi bor, ikkita bosadigan joyi bor, yonida tugmachalari bor, yoni shunaqangi o'yilgan, naqshlari bor, mana bu joyida yozilgan yozuvi bor, tagida ham yozilgan yozuv bor deb tasvirlab bersangiz, u sizni tushunadi. Ana shu narsa prompt deb ataladi. Xo'sh, demak, hozir biz xuddi shunaqangi prompt yozib, rasm chiqaramiz va rasmimizni videoga aylantiramiz. Tak, mana do'stlar, endi biz VO3 ga kirib olamiz. Hozir VO3 ga kirishimiz uchun bundan oldin aytganimdek, VO3 bu Flow. Ya'ni Google ga tegishli bo'lgan sun'iy intellekt. Hozir masalan ko'rib turgan bo'lsanglar, bundan oldin men boshqa kiyimda edim, xuddi shu atmosferada va birdaniga boshqa kiyimda bo'lib qoldim. Endi o'zingizlarga savol bersanglar bo'ladi. Bu qanaqasiga deb, balkim men hozir sun'iy intellekt bilan o'zimni kiyimimni almashtirib qo'ydim. Va do'stlar, shu narsa haqiqat. Ya'ni bitta kiyimda bo'lsangiz, sun'iy intellekt bilan o'zingizni boshqa kiyimga ham almashtirib qo'ysangiz bo'ladi, real formatda o'zida. Shuning uchun yozib o'tib ketinglar, hozirgi bo'lgan holat real holatmi yoki men realni boshqa kiyimni almashtirib olib, dalshi videoni tushiramanmi? Shuni kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Endi Flow ga kirishimiz uchun, ya'ni VO3 ga biz Google ga kirib turib, Flow so'zini yozamiz. Flow. Mana do'stlar, qaranglar, Flow ga kirganimizdan keyin bizda Google Labs degan sayt chiqyapti. Ya'ni bu bir necha sun'iy intellektlarning yig'ilmasi. Bundan oldin ham sizlarga aytib o'tdim boyaroq. Ya'ni Google Labs ichiga kiradigan bo'lsanglar, siz Nano Banana degan sun'iy intellektni ishlatsangiz bo'ladi. Nano Banana bizda rasm generatsiya qilish uchun yordam beradi. Flow 3, ya'ni VO3 bizda video generatsiya qilish uchun yordam beradi. Buni ichida yana Google AI Studio bor. Ya'ni audio generatsiya qilish uchun yordam beradi. Buni har biri bir-biri uchun yordam beradigan sun'iy intellektlar to'plami. Xo'sh, endi Google ga Labs ga kiramiz va avvalambor kirganimizdan keyin biz registratsiya qilib olishimiz kerak. Tak, xo'sh, kirganimizdan keyin o'zingizga ma'qul kelgan tilni tanlab olasiz, rus tili yoki ingliz tilidan. Registratsiya qilishimiz uchun do'stlar, tepada mana bu joyi bor. Mana masalan, menda hozir ultra rejimi qo'shilib turibdi. Ultra degani bizda cheksiz, ya'ni qaranglar, 28 mingta kredit bergan. 28 mingta kreditni bitta odam bir oyda tugatib tasha olmaydi. Bu juda ko'p kredit. Bu kreditlarni biz olishimiz uchun biz bu sun'iy intellektga to'lov qilishimiz kerak. Ya'ni hozirgi kunda $124 skidka bilan bu sun'iy intellektni o'zini odamlarga berayotgan ana chegirmalari, endi o'zingizlar uchun bilaverasizlar yoki yangi yil oldi chegirma yoki birinchi kirayotgan odamlarni jalb qilish uchun qilingan chegirma. Asl narxi buni $250 har oyiga. Lekin hozir sizlarga возможность beradi $124 dan 3 oyga ishlatishga. Lekin 3 oydan keyin siz $250 dan to'lashingiz kerak. Bu yerda yaxshi bitta yechim bor, ya'ni bitta pochta olasizlar, 3 oy davomida $124 bilan ishlatsanglar bo'ladi. Undan keyin uje boshqa pochtani almashtirib yana $124 dan ishlab ketaversangiz bo'ladi. Hozir shunaqangi возможность biz yaratmoqchimiz do'stlar. Hozir deb aytolmayman, chunki oralarda odamlar shoshilib qolmasin. VO3 asli o'zi aytganimdek $124 ga olsa bo'ladi. Ya'ni 3 oy $124 dan ishlatasiz. Lekin biz hozir shunaqangi возможность yaratmoqchimizki, ya'ni $124 emas, bu akademiyani o'zini mahsuloti bo'ladi. Xuddi shu VO ni $50 dan har bir xohlagan odam olsa bo'ladi. Shu narsani arafasidamiz qo'yish uchun hamma odam mazza qilsin. Faqat biz mazza qilaveramizmi? Okey, sizdan mazza qiling. Sun'iy intellektda yaxshi videolar chiqaramiz-da. Xudo xohlasa. Xo'sh do'stlar, bu yerda registratsiya qilganimizdan keyin biz $124 ga ultra tarifini sotib olishimiz kerak bo'ladi. Ultra tarif sotib olganimizdan keyin biz mana bu New Project degan joyi bor. Plus belgchasi. New Project ustiga bosadigan bo'lsak, yangi proyekt yaratish. Xo'sh, yangi proyekt yaratish ustiga bosamiz. Yangi proyekt yaratishni bosganimizdan keyin bizda xuddi shunaqangi oynacha ochiladi. Imam joyiga ahamiyat berib qaraymiz. Hozir hamma joy qop-qorong'i bo'lib turibdi. Tepasida video va image degan joy bor. Video degani ya'ni video yaratish. Image degani bizda rasm yaratish, ya'ni rasm generatsiya qilish. Endi bizning hozirgi maqsadimiz video yaratish. Chunki aytganimdek, kino yaratishni har bir odam o'rganib olishi kerak. Oddiy narsalar, prompt yozish deganda bu aytgan gaplarim, ya'ni o'zingizni xayolingizdagi bo'lgan narsani, ya'ni yalmog'iz kampir velosiped haydab ketyapti dedimmi? Endi kelinglar, xuddi shu narsani biz mana bu yerda amalda bajarib ko'ramiz. Bu yerda bizda ikkita yo'li bor. Uni birinchisi text to video, ya'ni
tekst, matn yozgan holda shu ichimizdagi xohlagan narsani yetkazib berish, uni video ko'rinishga olib kelish uchun yoki biz rasm ko'rinishi yaratib olamiz. Ya'ni shu yalmog'iz kampir yaratib olganimizdan keyin uni biz velosiped haydab Kelinglar hozir ikkita variantni ham qilib ko'ramiz. Birinchisi tekst ko'rinishidagini yozish, ya'ni matn ko'rinishidagi. Biz tayyor matnni qatdan olamiz, biz o'zimiz yozsak bo'ladi tayyor matnni, lekin hamma odamga maslahat beraman. Birinchi o'zingizdagi xayolingizdagi bo'lgan matnni sun'iy intellektga, ya'ni ChatGPT ga yozib yetkazib berasiz va ChatGPT dan so'raysiz. Men VO3 da video tayyorlamoqchiman. Shunga moslashtirib menga prompt yozib berdi. Ana bo'lmasam ketdik. ChatGPT ni ochib olamiz. GPT ga kiramiz. Va GPT ga kirganimizdan keyin men tepa joyida Vойти degan joy bor. Vойти qilib o'zimizning pochtamizdan tanlab olamiz. Продолжить с Google degan joyini bosamiz. Xo'sh, bizning akkauntimizga kirdi. Endi biz xohlagan o'zimizning zaprosimizni, promptimizni yetkazib beramiz. Ya'ni xohishimiz esingizda bo'lsa, yalmog'iz kampir havoda velosiped haydab ketyapti. Напиши мне, ruschasiga yozaman va sizga перевод qilib beraman. Напиши мне промпт для генерации видео на VO3 как yalmog'iz kampir nima edi? Ruschani ham bilib turish kerak do'stlar orasida. Как Baba Yaga катается на велосипеде в воздухе. И velosipedga hozir shunaqangi narsalar qo'shishimiz kerak. Velosipedda orqasida tutun chiqadigani bo'lish kerak. Orqasidan tutun chiqib ketyapti, unaqasiga velosipedda haydab ketayotgandek bo'lish kerak-da. В воздухе у велосипеда deymizda. У велосипеда есть выхлоп. Откуда? У велосипеда есть выхлоп, откуда идет dym. Ketdi, promptni jo'natdik. Hozir bu bizga to'g'ri prompt yozib beradi. Ya'ni bizning chala-chulpa promptimizni to'g'rilab beradi. Вот готовый промпт для генерации VO3 можешь копировать целиком. Ультрареалистичный кинематографический видео. Baba Yaga летит по ночному небу, ya'ni kechki, ya'ni tungi anaqani ko'rsatmoqchi bu yerda. Endi bunga aytamiz, bizga ingliz tiliga перевод qilib ber. Rus tilini qo'yadigan bo'lsak, bizda ko'pincha tushunmay qoladi. Shundan ingliz tilini qo'yishimiz kerak. Так, перевод на английский deymizda, na ang deb qo'yamiz. Xo'sh, переводimiz tayyor. Endi bu переводimizni olib turib, ko'chirib qo'ysak bo'ldi. Do'stlar, aytganimdek, bu yerda bitta mishka kerak va klaviatura kerak. Shuni o'zi bilan biz kinolar yaratib tashlasak bo'ladi-da. VO ga kiramiz va mana bu joyiga tekstni qo'yamiz. Ahamiyat beringlar do'stlar. Mana bu yerda text to video degan joyi bo'lish kerak. Chunki bu yerda bir nechta joy bor. Frame to video bor, mana bu yerda boshqasi bor, create image bor. Frame to video deganda rasmni qo'yib, rasmga prompt beramiz. Ya'ni mana shu rasm tiriltirib ber, mana shu rasmni video ko'rinishga olib kelib ber deb. Hozir biz birinchi uslubini qilib ko'ramiz. Text to video. Ketdi, zaprosni jo'natamiz. Va bizga qaranglar, mana bu yerda ikkita variant beradi. Mana soniyalar ketdan 4%, 5% bo'lyapti. Mana shu 100% bo'lgandan keyin videomiz tayyor bo'ladi. Tak, do'stlar, bizda videomiz tayyor bo'ldi. O'rtacha hisobda internetni inobatga olgan holda juda hozir slab internet bo'lib turibdi. Men o'zim telefonimni tarqatyapman. 1 minut, 1,5 minutda bitta video tayyor bo'ladi. Ya'ni ikkita video chiqarib beradi. Agar internetingiz yaxshi bo'lsa, uyingizda 30 sekundda ham videolarni chiqarib beraveradi. Tak, birinchi videoni ko'ramiz. Yalmog'iz kampir orqasidan tutun chiqyapti. Tasvirlab bergan narsamda oilani orasida, bulutlarning orasida ketyapti. Endi videoni ko'ramiz. Tak, bu yerda bitta xatolik bor. Ya'ni xatoliklarni endi ustidan ishlashni o'rganasiz. Qanaqangi xatolik? Velosipedda o'zi ketyapti. Yalmog'iz kampir emotsiyasi yo'q, kallalarini qimillatmayapti va velosipedni burmayapti bunaqa chik qilibchi. Bu narsalarni qilish kerak. Uni yechimini men hozir sizlarga aytaman, qanaqa qilib yechimni topsak bo'ladi. Prosta rasm o'zi bo'lib qo'ygan, atrofdagi narsalar qimilyapti. Ikkinchi videoni ko'ramiz.
Ikkinchi videosida ozgina pirpirab turibdi, lekin yalmog'iz kampir basharasida emotsiya yo'q. Tak, endi buni yechimi qanaqasiga do'stlar? Qaranglar. Tekst bilan unaqangi yaxshi xohlagan narsamizni chiqara olmadik, to'g'ri? Endi biz rasm ko'rinishda videoga olib kelamiz. Ya'ni hozir birinchi rasmni generatsiya qilib olamiz. Bundan ham yaxshiroq rasm chiqaramiz va u rasmimizni keyin video ko'rinishga olib kelamiz. Demak, hozir prompt yozamiz. Теперь deymiz. Теперь напиши мне prompt для генерации фото, картинки deymiz, для генерации картинки, чтобы Баба Яга была реалистичной, как живой человек, и атмосфера тоже должна напоминать живой mir. Ya'ni men nima deb yozdim bu yerda? Bizani promptimizni o'zgartirib ber. Ya'ni men bu prompt bilan hozir rasm generatsiya qilmoqchiman va yalmog'iz kampir real hayotdagi odamga o'xshagan bo'lish kerak dedim va atrofdagi hayotimiz ham real hayotlarga asoslangan, realniroq bo'lish kerak dedim. Multik bo'lib qolish kerak emas-da. Katta bu zaprosni jo'natamiz hozir. Shunga asoslanib menga yangi prompt yozib beradi rasm generatsiya qilishimiz uchun. Do'stlar, bitta narsani bilinglarki, kino yaratish, kino tushirish ancha qimmat. Aytganimdek, boya aytdim, kino tushirish uchun millionlab dollarlar kerak edi. Endi kinoni yaratish uchun sun'iy intellekt bilan $124 o'zi kifoya. $124 rasot qilib turib siz zo'r narsalar chiqarsangiz bo'ladi, ideyadagi narsalarni. Так, endi buni переведи deymiz. Переведи на английский deymiz. На английский для Midjourney. Midjourney uchun moslashtirib qilib ber dedim. Ya'ni Midjourney degan bizada alohida sun'iy intellekt bor. U sun'iy intellektda biz ko'pincha rasmlarni chiqaramiz. Mana yozib bergan promptini olamiz. Olganimizdan keyin biz Midjourney degan sun'iy intellektga kiramiz. Midjourney unaqangi qimmat emas do'stlar, arzonroq tarifi ham bor Midjourneyda, ya'ni $8 tarifi bor, $30 tarifi bor. Tak, bu yerga demak promptimizni qo'yamiz. Promptimizni qo'ygandan keyin mana setting degan knopkasi bor. Settingni bosamiz. Mana stili. Tak, stilizatsiya 100 da turishi kerak. Qolganlari mana 0 da turadi. Keyin mana landscape, ya'ni format. Aytganimdek, vertikal format bor bizda, long va short formati bor. Long formatimiz 16:9 ga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Tak. Bo'ldi, qolgan hamma joyi to'g'ri. Mana bitta samolyotchani bosib yuboramiz. Ketdi, create tugmasi tepada bosib yuboramiz va bizani qilayotgan ishlarimiz mana qilinyapti. Уже сразу xatolikni sezdik. Ya'ni hech qachon bittada chiqmaydi do'stlar. Xatolik nimadan iborat topadiki, yalmog'iz kampirni faqat yuzini qilib qo'yibdi bu yerda. Men xohlayapmanki, yalmog'iz kampir velosiped haydab ketayotganligini. Endi ChatGPT ga aytamiz. To'g'rilab ber prompt deyman. Ya'ni bu velosiped haydab ketmayapti deyman. Переделай prompt, чтобы Баба Яга была на велосипеде, была верхом на велосипеде и у велосипеда есть выхлоп, откуда идет dym. Ya'ni velosiped qo'shib ber va orqasida karnayi ham bo'lish kerak edim, tutun chiqib turgan deb. Yangi prompt beryapti. Va bu promptimizni olib yangitdan qo'yamiz. Midjourney ancha-muncha tezroq ishlaydi. Tak, yana tushunmadim meni. Men o'zimning xatoligim, men
Lekin mana bu kadrlar ham menga yoqyapti-da. Voy, mana buni qaranglar. Va shu zo'r chiqqan. Men o'zimning xatoligim havoda degan gapni qo'shmanman. Endi bunga qaytadan yana yozib yuboramiz. Havoda haydab ketyapti, ya'ni osmonda. Mana do'stlar, hozir men sizlarga eng oson yo'lini o'rgataman. Qanday qilib rasm orqali endi buni harakatga keltirsak bo'ladi. Mana chiqargan rasmimiz. Endi bu rasmni tagiga biz yozyapmiz. Ya'ni bu rasmni men VO3 da harakatga keltirmoqchiman. Har bir detalini menga yozib ber deyman ChatGPT ga. Ya'ni yalmog'iz kampir sochlari qimillash kerak deyman. U bunaqasiga burib ketayotgan bo'lish kerak pedallarni deyman. Va oxirida bitta gapni ham qo'shib ketdim. O'zbek tilida yozasan dedim. Hey bolalar, qalaysizlar? Men o'sha yalmog'iz kampir deb shu gapni menga yozib berasan dedim va menga ChatGPT tushundida. Ingliz tilida prompt yozib berdi. Va xuddi shu yozib bergan promptini men nima qildim? Uzun qilib chiqarib berdi menga va uzun qilib menga kerak emas deyapman-da. Menga qisqaroq qilib berdi dedim. Qisqa lo'nda qilib berdi unaqasiga. Va bu promptni men oldim va VO ga qo'ydim. Hozir VO ga kirib ko'rsataman. Mana VO ga qo'ydim. Mana xuddi shu prompt ko'rsanglar bo'ladi. Tagiga yozdim va bu promptimni qanaqasiga qo'ydim, hozir shuni yana takrorlan sizlarga ko'rsataman. Mana bu joyda plus belgikchasi bor. Plus belgikchasiga bosamiz. Frame to video deganni albatta qo'yib qo'yinglar. Chunki text to videoda boya chiqara olmadingmi? Frame to video bilan rasm qo'yib chiqarishimiz kerak. Tak, plusni bosamiz va mana bu upload tugmachasini bosib, saqlanib qo'ygan rasmimizni tanlaymiz. Mana buni tanlab olganimizdan keyin crop tugmachasini bosamiz va crop tugmachasini bossak, mana bu joyga rasm saqlanib bo'ladi. Va mana shu rasmni tanlab olamiz. Mana bu joyga qo'yildi, ko'rdinglarmi? Va promptni shu joyga qo'ysak, mana bu tugmasini bosamiz va ketdi bizda mana bunaqangi yangi video taxlanadi. Va yangi videomizni tekshirib ko'rsak bo'ladi. Bitta ko'ringlar, mazza qilinglar. Hey bolalar, qalaysizlar? Men o'sha yalmog'iz kampir, hammaga omad. Ikkalasi ham zo'r chiqibdi do'stlar. O'zimga yoqib ketdi. Men buni ko'rib turib, prям katta kino chiqargim kelib ketdi-da. Endi kinoga keladigan bo'lsak, kino yaratish o'rgataman dedim-da, to'g'ri. Kino yaratish sun'iy intellekt bilan hozir oson. Bu yerda eng asosiysi ketma-ketlikni bilish. Ketma-ketlikni biz bilish uchun biz boshida eslasanglar, esinglardan chiqib ketgan bo'lsa kerak, nima bilan boshlaganligimiz. Eslab ko'ringlar, videoni orqaga qaratib. ChatGPT deymiz. Menga hali chiqmagan kinoni ssenariysini yozib ber deymiz. Va qisqacha ta'rif berishimiz kerak. Yoki undan so'raymiz, nima maslahat bera olasan? Hozirgi kunda 2026-yilni kinosini chiqarib ber. Ya'ni hamma odamga to'g'ri keladigan, ko'p prosmotr bo'ladigan, YouTube algoritmlariga to'g'ri keladigan ssenariylar yozib berasan va u ssenariyda ketma-ketlik bo'lish kerak. Boshida biz ssenariy bilan boshladik. Men bo'ldim orasida Sardor aka bo'ldi, eslasanglar-da. Shu narsalarga orqaga qaytib ko'ramizda, har bir odamning o'zini roli bo'ladi va roli bo'yicha bu yerda sahna ko'rinishi yaratiladi. Masalan, aytaylik, orasida mana bitta sahna ko'rinishi yaratdik va bitta bilan to'xtab qolmaymiz, chunki videomizning hajmi hozir katta bo'lib ketib qoldi. 2 soatlik, 3 soatlik. Shundan sizlarga bitta maslahat berib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni boshida hozir birinchi kadrlarni chiqarish o'rganinglar. Ot kelasi videoda men sizlarga ot kadrlarni chiqarish o'rganib bo'lganinglardan keyin realni kinolarni terish o'rgataman, ya'ni kadrma-kadr. O'ylaymanki, hammaga tushunarli bo'ldi, hammaga uy vazifa xuddi shunaqangi kadrlarga bo'lib, oddiy birinchi o'zbek tilidagi matnlarni qo'shib turib, o'zbek tilida gapirtirib ko'rib, kinolar, qisqa kinolar yaratib ko'ringlar. Ya'ni 30 sekundlik, 1 minutlik reels videolar yaratib qo'yinglar va Instagramlarni yuritib ko'ringlar. Birinchi prosmotrlarni olib ko'ringlar, YouTube ga qo'yib ko'ringlar. O'ylaymanki, bunaqangi qimmatbaho bo'lgan ma'lumotlarni hech kim sizlarga bizdan boshqa, YouTube akademiyasidan boshqa tekinga bermaydi do'stlar. Shundan qo'llab-quvvatlab qolsanglar, xursand bo'lib qolaman va realni professional darajada shunaqangi videolarni yasab, pul topmoqchi bo'lsanglar, Instagramdan, YouTubedan. Hozirgi zamon sun'iy intellekt zamoni bo'lib ketdi. Biz YouTube akademiyasida nafaqat YouTube o'rgatamiz, xuddi shu sun'iy intellektdan o'rgatamiz va shu sun'iy intellektlar yordamida siz birovlarga video tayyorlab bersangiz bo'ladi, birovlarning Instagramlariga ma'lumot qilib bersangiz bo'ladi. O'zingiz qisqa metrajli kinolarni qo'yib Instagramga yoki TikTokga yoki YouTube'ga daromad topsanglar ham bo'ladi. Chunki millionlab kompaniyalar bor, sizlar bilan birgalikda reklamada ishlamoqchi bo'lganlar. Shuning uchun uyga vazifani bajaringlar. Kim uyga vazifani bajargan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va
bizani darsliklarimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar va xuddi shu etiklik videolarni, kinolarni yaratishni professional darajada o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizada ekspress darsliklar mavjud. Sun'iy intellekt va YouTube bo'yicha 10 kunlik, 10 kun ichida siz professional bo'lib chiqasiz. Xuddi shu raqamlarga murojaat qilsanglar, sizlarga batafsil ma'lumot berishadi do'stlar. Hammaga rahmat deb qolaman. Agar xuddi shu videomiz kamida 500 ta like yig'adigan bo'lsa, biz ikkinchi qismini chiqaramiz. Ciao.